Instagramda organizmni tozalash bo'yicha bitta video ko'rib qoldim. O'shani sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Yuzimizdagi dog'lar va toshmalar nima haqida gapirayotganini bilasizmi? Yuzimizga qanchalik qimmatbaho narsalar bilan o'qit qilmaylik, yeyotgan, ichayotgan narsamizga e'tibor bermasak, hammasi befoyda. Bilasiz, organizmimiz 70% suvdan tashkil topgan. O'shaning uchun suvni solamiz. Risni biz organizmimizdagi organlar deb olamiz. Yod bu yeb ichayotgan narsalarimiz. Qaranglar qanaqa zagrizeniya bo'lib ketdi organizmimizda. Endi sink ko'rib turibsizlar, ochuv emas. Hozir kapsulamizni 4 dan birini bunga solamiz. Ko'ramiz, endi ko'proq hammasini solsak tezroq amalga osharmikan. Sabr yo'q menda. Qaranglar, meni shokim shokda. Organizmni birga tozalashni boshlaymizmi? Keyingi videoda yuzingizdagi dog'lar va ugrilar nimaga chiqayotgan va nima haqida gapirayotganini aytib beraman.